Snickers yeyman. Qalbimni bersam bo'lmaydimi? Qalbingizni nima qilaman? Tezroq uyimizga sovchi jo'nating. Atmasga qilma. Ayamga sovchi boring desam, qizlarda shunaqa publikasi bor. O'zini sovchisini ko'paytirib oladi, deyapti. Aldaganim yo'q, dadam boshqasiga berib yubormoqda. Dada, Qodir akam bilanmi? O'zim gaplashaman. Snickers yeyman. U onasini emsin. Mersmi? Kuyov bo'lsa menchalik bo'ladi. Qodir tog'a. Ye. Kel Nodir, kel. Ay suv o'chiraygan hozir hamma yoqqa toshib ketadi. Qaysi bir ekan-a? Mana o'shdi. Yaxshi kelibsan, o'zi bir dardlashgan odam qidirib o'tirdim. Yurchi bir gaplashaylikchi. Kel, o'tirchi. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Kelganing zap ish bo'ldi. O'zi bir podvaliga shu ullab yig'layman deb turdim. He, tinchlikmi? Bilasan, hamma yo'g'im yetarli. 5-6 ta zavod, uy, mashina hech nimadan muammo yo'q. Lekin shu o'g'lim yo'q degan. Bitta qizim, buni ertaga eriga bersam, hamma meros kuyovga qoldirsam, u ahbo hamma yo'q bankrot qilsa, bo'lmaydi-da, bilasan, kuyovi yo'q degan. O'shaning uchun bir o'g'il asrab olaman deb o'ylab turdim-da. Hamma narsam yetarli. Shu o'g'illar qisqa. Ye, ana ye. Davlengiz bo'lsa ko'tarilib ham ketadi, dada. Nima deding? Men ham 3-sinfdan beri ota mehrga zorman, otam bo'lishni xohlayman. Ha, sen dadang bor-ku. Otam bor. Men dadam amakimga o'xshaydi-da. Dadamni amaki qilib olaman-da, sizni dada qilib olaman. Yana bitta dada dechi? Dada. Yana bitta dada de. Dada. Hovliga chiqib ayt, qo'shnilar ham eshitsin. Dada. Dada. Yana bitta. Dada. Mana dada. Ol. Dadasi bo'lib turib, men dada deydi. Kechqurun dadangni ko'raysanmi? Nimaga singlim deyapsiz? Bugundan boshlab men seni radnoy akangman. 4000 ga Matischani onasini o'ppaganidan olib ketaman. Ye? O'rtoqlarim? Mana qarang, kechagi 10x nima qilding? 10x tarqasiga Malibu Premier yopishtirdim-da, tiqib yubordim Malibu qilib. Ya assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Nodir bilan do'st bo'lganim borlaringga shukur. Menga yordamlaring kerak. $4000 naqd pulim bor. Bozorda eng oldi Matizini qarz bo'lmasdan menib chiqib ketay deyapman. qancha naqd puling bor? $4000. Tintagmisan? Bozorda naqd pul qochgan. $4000 ga 3000 kredit chiqaramiz. Ideal Spark mindirib yuboraman. Qiynalib qolaman 7000 ga. Qiynalmaysan. Mana qara, necha puling bor? 7000. Nima mashina bo'lsa? Spark. Qara, 7000 pulingga shuna $5000 qo'shasan, 12000 bo'ladi. 12000 ga qop-qora Gentra 100% tonirovkalar bilan beraman. Necha pul puling bor? 12000. Nima olmoqchisan? Gentra. 12 ga 8 qo'shamiz, 20 ga. Ideal Premier Malibu mindirib yuboraman. Malibuga qiynalib qolaman, jinnimi? Qiynalmaysan. Malibuda qiynalib yurgan odam ko'rganmisanmi? Xursand bo'lib yura. Hozir men 20000 topsam, menga ana shu Premier Senga emas, yaqinlarga. Birpas o'zingni qo'shib olasan, mashina Yandex qilib ham uzamanda, to'g'ri. Uzvarasan, oyliging bor, ishing bor. Voy do'st, yaxshi ham do'sting. Nodirdan $3000 foyda qilibmiz. Qara, mana shu $3000 ga bitta zo'r Matichni olib, o'sha Vikipga chiqaraveraymi? 3000 puling bor. Nima qilasan? Naqd ishlatib 2000 kredit chiqaramiz. Spark olib beraman. Menga o'tmaydi, o'zimizga Ha, mashinniklar ushadimmi? Nodir ko'zingga nima cho'p tiqib olding? Senlar Malibu olib bergandan beri ko'zimda cho'p bilan kechasi kunduz uxlamasdan Yandex qilib ham uzalmayapman, bankrot bo'lyapman. Senlar ko'zimga cho'p tiqdingmi? Men senlardek o'yinga. O'zingni bor. Santaj qilma, nima uchun santaj qilasan? Necha pul bilan kelding? 4000 naqd pul bilan kelganman bozorga. Tintagida qara, 4000 naqd puling bor ekan. Matiz olmaysanmi? Naqd asal. Matizga deb kelganman. Kredit olmaydi. Akalar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Sizlar mashina olib berasizlarmi? Necha pul pulingiz bor? 5000 pulim bor. Nima olmoqsiz? Spark. Spark nima qilasiz? 5000 ga 10000 kredit chiqaramiz, tracker zo'rini olamiz. Yuring aka. Aka. Sen tur. Jon aka, ishonmang bularga. Mashinniklarga ishonmang. Ishonmagin do'stingga cho'p siqadi, ko'zingga ketadi, uyqiyadi. Mashinnik aytsin, bir kunda bir marta bo'lsa telefon qilib tursin. Ha, telefoning romkalamatmi xotinchangga ayt, bir kunda bir marta bo'lsa ham onangga telefon qilsin, qaynonasi oxira. Qilyapman-ku, ko'tarmayaptilar. Qilaqqan ekan-ku, dada. Baloni qiladi, xo'pmi? Siz ham og'zingizni ochib, bunday lallayib o'tirmasa, erkak o'xshab dadil gapiring. Xizmatini qilmaganga yarasha. Hey, meni gapimni qaytarmaydi, o'zingiz gapiring. Ha, qo'rqasanmi xotiningdan? Ya? Zo'r gapirdi. Nega qara, xotiningga oid qarindoshlar guruhiga onlayn kiryapti-da, indamay o'tirib chiqib ketyapti. Yozsin. Nima bizni pisand qilmayapti ya? Ha? Siz ham gapiring bunday. Gaping o'tmayaptimi o'g'lim? Dadil gapiring. Dadil gapirganda ya. Men sizga aytayapman. Yozsin. Tushundingmi? Ey erkak. Qarindoshlar gruppasi nimadir deyorman.
Nima deyman, nimani har kuni gaplashyapti, turishadi. Xo'p, degan bir marta nimadir devorga shu qarindoshlarimga onasimiz. Ma. Voy, assalomu alaykum, onajon, yaxshimisiz? Bunday tuting, kallam katta ko'rinib ketyapti. Sizlar shunday sog'indik. Yaqinda boramiz. O'chiring. O'ylab qolasanmi? Bo'limi shoh chiqdimi endi? Nimani hal qildi shu? Nima bo'ldi? Oy ko'rsatdimi shu? Men bekarchimanmi bilan birga gaplashib o'tiradigan? O'zi antinam yaxshi emas meni. Men qutdem antina yo'q. Evvel mujika makasan ekansan o'g'lim. Bitta opang bor. Shuni tug'ilgan kuni bilan xotinchang tabriklay olmadimi? Har kuni bu qirqqa kiryaptimi? Esidan chiqibdi, antinasi yo'q edi. Antenasi yo'q ekan ota. Bahona qilmasin, xo'pmi? Mobil sim kartasini ishlatsin. Xorazm Qoraqalpog'istonda hozir internet birinchi o'rinda turibdi. Antenalarichi yappa yangi hamma yoq o'rnatishgan. Hamma antenasi tikka turibdi. Bahona qilmasin. Bo'ldi ota, uzr. Shu opamni bir marta tabriklasang ularmi deysan? Siz meni opamni tabriklaganmisiz biron marta? Sen opam. Xush kelibsizlar o'g'lim. Mana shunday ota-onani xabar olib turish kerak-da. Sizlarni shunday sog'indik, Biz ham sog'indik. Choy damlab beraymi? Ko'kidanmi, oqidanmi? Omoqda qilaman. Qiling. Menga qara o'g'lim. Xotining tinmasdan telefon qilyapti ekan. Gruppaga ham video tashlayapti, tinchlikmi? Nimadir maqsadi bormi? Niyati nima uni? Nima qilay? Qilmasam qilmadi deysizlar, qilsam qilyapti deysizlar. Nima qilay, dada? Endi kelin o'rtasini oling-da. Ja ko'p ham qo'yarmang, ja kam ham qo'yarmang. O'rtasini oling. Nimani o'rtasini? Sredina deydimi? Sredinani oling. Yandek qilmay men o'lay. Bitta klient yarim soatdan beri kutib o'tiribman. Ding etib atkaz bosib yuborsa dardim kimga aytaman? Bunaqada qachon ko'karaman ekan-a? Assalomu alaykum. Yandexmi deysiz, haydang. Endi atkaz bosib yuboradi deb turdim. Chiqdingizmi singlim, ketdik. Anaqa uylanganmisiz? Shopir aka, xotiningiz bormi? Uylanmaganman singlim. Bo'ynimda mana shu mashinaning kreditidan boshqa hech vaqa yo'q. Yes! Menga juda ham yoqdi, Shopir aka. Mana shu bir chekkaroqda to'xtatib yuboring-da. Joningdan qop-qora mali bumi? Bu sizga tayyor mashina. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onangni emgir, yelkamga baxt qush qo'ndi. Voy, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Bu onasini emsin, bayda nima qilyapmiz endi? Bu Brand Rose do'koni 20-oktyabrgacha shim, oyoq kiyim, vitrovkalar barchasi 99 mingdan. Tayyor kiyimlar. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onangni emgir. Kimdir kalboshing umuman baxtdan chiqmasin deb duo qilganmikin-a? Hey, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Bayga nima keldik? Oppa, o'zingizga 3 xonali domni kaliti. Tayyor uy. Siz qiynalmang dedim-da. Voy, onasini emsin. Shu paytgacha bitta ham kemaga olmadim. Birdaniga kelib bo'ktirib qo'yapti-yu. Hey, o'zim harakat qilib ko'ray-chi. Keling, tortinmasdan kiravering. Qanaqa bo'lar ekan-a? Bu endi sizning uyingiz. Enamda uyda yashab bermasammi onasini emsin? Asay bolalarim. Iye, bular kim? Bular meni bolalarim. Tayyor farzandlar. Siz qiynalmang dedim-da. Ya, onasini emsin. Qiynalmas. Non-pon salat qo'ymaysanmi? Bozor qilib kelaylik. Oylik tushsinmi? Ey dada, baqir-chaqir qilmaylik. Televizor ko'raylik, kino ko'raylik, kelib pillik ko'ramiz. Qo'yga hamdam-hamdamni. Yulduz nima? Yulduzdan ko'ra serial ko'raylik. Dada shu yil to'y qilaylik, biz ham uylanaylik. Kelin topdingmi? Artus gaplashing, qizni topaman. Sen mol-polga qara. Pul-mulni to'ymoyinga ishlatamiz. Yem-pemini berdingmi? Suv pulini ham berdim. Aka, tezroq uylaring, bizga ham yo'l-po'l ochilsin. O'qish-poqishingizni bitirib oling oldi siz. O'qish-poqishga borib marab o'tirmayman. O'qituvchi gapirmaydimi? Gap bilan ish pishim yo'q. Boshla keldi. Dilshod ketdi-ku. Qo'shni bir bayram qilmaymizmi? Tushunmadim. Uzr, sizlar oila bunaqa gaplashadi-ku. Bir bayram qilmaymizmi? Bayram qilamiz, lekin aroq ichmaymiz. Unda qiziq-pizig'i yo'q-e? Ko't-po'tingizni qoqib oling, qorporiga o'tirib olibsiz.